O'sha tun hayotimdagi eng g'alati, eng kuchli, eng unutib bo'lmaydigan tun bo'ldi. Balkonga chiqqanimda shahar jim edi. Pastdan ko'tarilgan issiq shamol sochlarimni o'ynatar, osmonda esa yulduzlar xuddi nimanidir aytayotgandek miltillardi. Ichimda esa bir tuyg'u bor edi. Bu kecha o'zgacha bo'lishini sezib turardim. Shu payt telefonim ovoz berdi. Ekranda Samirning qisqa va qat'iy xabari turardi. Pastga tush. Keldim. O'sha lahzaning o'zida yuragim notekis ura boshladi. Qo'llarim sovuq, ichim issiq bo'lib ketdi. Men pastga tushguncha qadamlarimni o'zim sezmay yurardim. U mashina yonida turardi, jim, jiddiy, lekin ko'zlarida o'sha tanish issiqlik bor edi. Meni ko'rishi bilan hech narsa demadi, ammo nigohi o'zimni butunlay unga tortib oldi. Samir, yur, dedi xolos. Uning ovozi sokin, ammo o'ziga ishongan yurakni titratadigan darajada chuqur edi. Biz shahar chetidagi tinch joyga bordik. Mashinadan tushgan paytim u qo'li bilan belimdan ushladi. Shu lahzaning o'zida butun tanamdan issiq to'lqin yugurdi, nafasim chayqaldi, ichimdagi tuyg'ular uyg'onib ketdi. U menga yaqinlashib, yuzimga qaradi. O'sha nigohda ham ehtiros, ham mehr, ham o'ziga xos bir jiddiyat bor edi. U iyagimni ohista ko'tardi, lablarim titradi, yuragim esa ichimni larzaga soldi. Samir lablarini menga yaqinlashtirdi. O'pishi avval yengil, nafis edi, go'yo men qanday his qilayotganimni tekshirayotgandek. Ba'zan odam so'zsiz ham gapira oladi. Samir o'sha o'pish bilan gapirdi. Men esa javob qaytardim. O'pish asta kuchayib bordi. Biz o'zimizni yo'qotmadik, lekin hislardan qochmadik. U belimni quchdi, men qo'llarimni uning bo'yniga qo'ydim. Nafaslarimiz aralashdi, yuraklarimiz bir ritmda ura boshladi. Bu lahza bizni bir-birimizga yanada yaqinlashtirdi. Keskin emas, shoshilinch emas, balki o'z-o'zidan tug'iladigan chuqur his bilan. Samir qurog'im yoniga egilib, issiq ovozda: "Bu tun seni unutmayman, Malika", dedi. Men titrab ketdim. Bu so'zlarning o'zi meni yetarlicha o'ziga tortdi. U sochlarimni siladi, yuzimni kafti bilan ohista ushlab turardi. Uning teginishida ham ehtiros, ham mehr bor edi. Barchasi birga aralashib ketgan edi. Biz uzoq vaqt jim turdik, lekin jimlik hech qachon bunchalik kuchli bo'lmagan. Chunki bu jimlikda hislar bor edi. Uning quchog'i meni o'rab oldi. Men o'zimni xavfsiz, qadrli va xohlangan his qildim. U meni bag'riga mahkam bosdi. Buni hech qanday so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Tun sokin edi, lekin bizning hislarimiz uyg'oq edi. Tong yorishganda men uning yonida o'tirib ko'zimni sepdil ochdim. Samir qo'limni ushlab turardi, barmoqlarimni silab menga qarab jilmayardi. "Malika", dedi u sekin. "Kechadan keyin seni qo'yib yuborishga kuchim yetmaydi." Men javob bermadim, chunki men ham o'sha tunda o'zimni yo'qotgan emas, balki o'zimni topgan edim.